Andijonga kirib kelgan yangi va yoqimli taom qaysi? Молочная радость. Молочная радость. Молочная радость. Молочная радость. Молочная радость? Bizga esa ta'mi yoqadi. Молочная радость. Buni bolalarimiz bilan maza qilib yeyapmiz. Bu adashmasam hamma gapirib maqtayotgan молочный радость bo'lyapti. Men ham hozir shuni olib yeb ko'rdim. Hamma qatori mazasiga gap yo'q, albatta zo'r ekan. Hatto aytsam ishonmaysizlar, bolalarimga ham oldim. Молочная радостьda hamma produktlari, yogurti, ayroni, tvorog'lari, конечно, tabiiyligi, sifati bomba номер 1. Mazasiga gap yo'q. Молочная радость. Bilasizmi, Said opa, inson hayotda sog'lom yashash uchun, hayotdagi hamma ishlari zo'r yurishi uchun u to'g'ri ovqatlanish kerak. Aynan Andijonimizga to'g'ri ovqat kirib kelganidan juda ham xursandman. Aynan Молочная радость produktlari sizni nonushtangizda ham, tushlikda ham, kechki ovqatda ham siz uchun bir alohida qo'shimcha ovqat desam ham bo'ladi, hamda foydali ovqat. Молочная радость Andijonga xush kelibsan.